Mavzuyimiz asosiy metodologik yondashuvlar va tamoyillar. Ushbu taqdimot metodologik yondashuvlarning asosiy tamoyillari va amaliy me'yorlarini tizimli, aniq va amaliy nuqtai nazardan tushuntiradi. Maqsad tadqiqot va tahlil jarayonida qo'llaniladigan usullarni solishtirish, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda metodologik tanlov mezonlarini belgilashdir. Endi metodologiya o'zi nima? Metodologiya ilmiy tadqiqot va amaliy ishlarni olib borish uchun tanlangan prinsiplar, metodlar va qoidalar majmuasi hisoblanadi. U savol qo'yishdan tortib natijalarni tahlil qilishgacha jarayonni strukturaga soladi. Yaxshi metodologiya maqbul va qayta ishlanadigan, maqsad va savolga mos, validlik hamda ishonchlilikni ta'minlaydi. Tuzilishi metodologiya nazariy asos, tadqiqot dizayni va amaliy usullarni birlashtiradi. Maqsadga yo'naltirilganlik, usullar tadqiqot savoliga va maqsadga mos tanlanishi kerak. Ishtirok etuvchilar huquqi, axloqiy standartlar va ma'lumotlarni himoya qilish tamoyillari saqlanishi lozim. Keyingi slaydimiz ilmiy bilishning asosiy tamoyillari. Ilmiy bilishning asosiy tamoyillari tadqiqot sifatini belgilovchi normativ qoidalar to'plamidir. Ular obyektivlik, qayta tiklanish, aniq dokumentatsiya, shaffoflik va dalillarga asoslanishdir. Ushbu tamoyillar metodologik yondashuvlarni tanlash va natijalarni baholashda asosiy mezon vazifasini bajaradi. Bular obyektivlik, subyektiv ta'sirni kamaytirish, faktlarga asoslanish, qayta tiklanish metodlarini batafsil bayon qilib, boshqalar tekshirishi mumkin. Shaffoflik, metodlar, chegaralar va farazlar ochiq bildiriladi. Analitik yondashuv. Analitik yondashuv murakkab masalalarni elementlariga bo'lib, har bir qismini alohida tekshirishga asoslanadi. U sabab, natija munosabatlarini aniqlash, farazlarni sinovdan o'tkazish va parametrlarni optimallashtirish uchun ideal. Keng tarqalgan usullar statistik tahlil, regressiya, korrelyatsiya va eksperimental dizayn hisoblanadi. Ma'lumotlar tahlili deganda numerik ma'lumotlarga asoslangan xulosalar, ishonchlilik va sezgirlik tahlili muhim hisoblanadi. Eksperimentlar nazorat guruh va eksperimental guruh yordamida sababni aniqlash. Keyingisi tizimli yondashuv. Tizimli yondashuv hodisalarni kontekst va o'zaro ta'sirlar orqali tushunishga yo'naltirilgan. Bu yondashuvda tizimlarni moddalar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'langan elementlar jilg'asi sifatida ko'rib chiqamiz. Asosiy vositalar tizim xaritalari, modellash, dinamik simulyatsiyalar va sabab-oqibat tarmoqlari hisoblanadi. Qiyosiy yondashuv. Qiyosiy yondashuv turli holatlar, tizimlar va metodlarni solishtirishga asoslanadi. Maqsad umumiy tamoyillarni aniqlash, farqlarni tahlil qilish va eng yaxshi amaliyotni ajratib olish. Metodlar komparativ tahlil, konfraktual tahlil, kesma-kesma va cross mamlakat tadqiqotlari hisoblanadi. Tarixiy yondashuv. Tarixiy yondashuv vaqt davomida o'zgarishlarni, sabablari va oqibatlarini tahlil qilishga xizmat qiladi. U evolyutsion jarayonlarni, siyosiy-iqtisodiy omillarni va madaniy kontekstni inobatga oladi. Asosiy manbalari arxiv hujjatlari, vaqt bosqichlari, oral tarix va kontekstual tahlil. Integrativ yondashuv. Integrativ yondashuv bir nechta metodlarni uyg'unlashtirib, kompleks muammolarga moslashadi. U ko'pincha kvant va kval yondashuvlarni birlashtiradi. Transdistsiplinar hamkorlikni rag'batlantiradi va kompleks tizimlarni to'liqroq tushunishga imkon beradi. Metodologik tanlov mezonlari. Metod tanlashda e'tiborga olinadigan asosiy mezonlar tadqiqot savoli va maqsadi, manbalar mavjudligi, vaqt va resurslar, axloqiy cheklovlar, natijalar qamrovi va ishonchlilik talablari. Har bir mezon qarorni himoya qiluvchi hujjatlashtirilgan asos bo'lishi kerak. Xulosaga keladigan bo'lsak, metodologik yondashuvlarni tanlashda asosiy tamoyillar shaffoflik, qayta tiklanish, obyektivlik va kontekstga moslik markaziy ahamiyatga ega hisoblanadi.